Nasıl govdi? Aka barib ko'rinmayapsiz. Ha, xudo xolasa. Sal yorug'ga chiqib olaylik. Atak ovoz bor. Hozir xudo xolasa Farg'ona Qayerdan? Yulidan ketyapmiz mana Sarchaliga qarab. Yulidan safarni boshladik. Samarqanddan 8 soatdan keldik. Normalga keldik. Endi nasib qilsa davom etamiz. Xudo xolasa. Turan. Hop, Namangandamiz. Soatimiz 2:50. Hozir to'xtab suv bu narsalar yo'lga olmoqchimiz. Hozircha yaxshi. Bo'lgan bo'lsa 1-2 kun eshitishingiz kerak ekan, boshlaysiz. Chegara hududi O'zbekiston, Qirg'iziston hali ochilmas ekan. Ochilishiga 2 soat vaqt bor. Narsalarni tushirib oldik. Endi chegara ochilguncha kutamiz. Osmonda yulduzlar ko'rinmayapti lekin. Ochinchi. Bismillah, oson bo'lsin. Yangi chodir hali nasib qilsa ko'p xizmat qiladi. Paxotimizga bor akalar. Rangi yomonidan ekan. O'zi ochilar ekan-ku. O'zi ochiladi. Terish shart emas ekan. Zo'r. Mashalloh. Qanardi kimdir yo'qmi? Bizda zo'r narsalar bor. Bu yoqda sumkalar, bu yoqda fonar turibdi. Power bank xullas tripod bor. Buni ochib endi sekin telefonni joylashtirsak bo'ladi. Qandaydir qilib hozir joylashtirib olib, zo'r kadr ko'rsatmoqchiman. Yangi power bank pachka 3 ta ke. Aka, ammo shapkamiz yo'q-da. 4 ta cho'pchani. Buni ochdik. Tak. 20 mingmi? 20 ming. 20 ming amper. Hozir to'la. nasib qilsa zaryadsiz qolib ketmaymiz. Oyoqcha bor. Sumkada yopishtiradigan joy ham bor. Sizga bor, mana yopishdi уже. Yo'q, yopishdim men biznikidan. Amerikan bayrog'i borda. Yonidan Uzunasiga qo'shaymi bo'ladi. uzunasiga Mamnun qo'ying. Bunaqasiga. Shuni aytdim. Bo'ldi. Tamam. Yopishdi. Rejimlari bor. Bittalik, ikkitalik. Zaryad qanchaga ketadi? Ancha ketadi. Powerbankni oldik. Hop. Life-hack. Bittalik fonarni osib qo'ydik. Bu fonar nasib qilsa Mana kengayadi. Pastdagilarni o'ylaysiz, yotganlarni. Yuzda olish shart masalasi. Hozir fonarda reklamasi ketyapti. DJga o'ynamayapman. Hamma narsa lekin zo'r ekan. Soatimiz 4:12. Chegara 8 da ochilar ekan, 8 gacha mana shu palatkani ichida. Ama normalga vassalamlayni bo'lib olar aka. O'ddiq. Ha? Bu fikrlar bo'lib qolsa, bo'lish kerak bo'lgan narsalar bo'lib qolsa, bo'lish olib boramiz. Video bizishimiz. Atak sho'rda biz. Soatimiz 6:55. 8 bo'lishni kutayotibmiz. Uxlamadik. Aniqrog'i uxlolmadik. Soat 3dan beri har soatda video olyapti. Hozir 7-8 gacha ashlam bo'lib turib, keyin sirasi kech paytga 5 ga o'tib ketadi. Birdaniga oladi, 6-7 soat yo'q bo'lib qoladi. Ha? Hop. Yo, teskari kadr ketdi. Zo'r chiqadi. Bizga ko'rat. Hop, atrof ko'rinib boshladi. Soatimiz 8:50. Biz ana yerga joylashib olgandik. Endi chegara endi ochildi. 8 dan
8:30dan o'tib ochilar ekan. Narsalarni olib sekin o'tamiz. Chegarani o'taganda Qirg'izistonda biz sim kartalar, telefonlar ishlamaydi. Uzramiz. Xo'p. Namangan Kosonsoydamiz. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ichki chegara ekan. Faqat O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun o'tish qaytish bor ekan. Boshqa davlatlar, misol uchun Qozog'iston fuqarolari bu chegaradan o'tishi mumkin emas ekan. Hop, yo'lda davom etamiz. Katta nasib qilsa. Qani, aka, qale. Ilhom aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chabullar oldim. Yo'da sanatoriya bor ekan. Qanaqadir Chegarani ko'rsating O'zbekistonga. chegara. Mana bu taraf chap taraf. Hop, tekshiruv postlaridan o'tib oldik. Bu yerda valyuta almashtirilyapti. Endi taksiga o'tirib chiqiladi. Hop, bu yerda 3 million bor. 21.140 so'm bo'ldi. Qani? Yetimga qo'l aylanadi. Qo'qon chalkan. Ama bize studentda bilasiz. Narsalarni joylashtirib emas ekan. Yo'lga chiqyapmiz. Zo'r narsa ko'rsataman. Rol yo'q. Rol yo'q. Ekspertlar biz yashamoqchi bo'yicha ekspertlarimiz. Traktorni ham. Suvga tushib qoldi kimdir. Orqa ochilib ketdi. Men life hack ishlab qoldi. Ama haqiqatan shunday hammani tortamiz. Mana shu bo'lmaganda lekin hammasi ketib qoladi. Ketdi yana. Bo'ldimi? Qoladimi? Soat 11:12. Bizda 10:12. Telefonlar o'zi avtomatik bir soat oldinga o'tdi. Lekin mana bu hali O'zbekiston vaqti bilan. Soat 11:13. O'zbekiston vaqti 10:13. Plus 1 soat oldinga o'tib ketdik kelajakka. Streshdan chegara oldim. Salat düşadi, salat düşadi mola. O't ishonchli qo'lladi.
tepadan 60 kilometr yo'l bosib Kerbanga yetib keldik. Adasmasam shahar markazrog'ida yuribmiz. Yuklar, sumkalar bilan mahalliy aholi boshqacha qarayapti. Odatda Samarqandda biz moslashganmiz-ku turistlarga. Ha, Bu yoqda go'rdim moslashtiryapmiz. moslashtiryapmiz endi. Katta sumkalar. Oye. Mashinamizga keldik. Endi narsalarni joylashtirib bir styanka ekan. Taksilar turibdi. Bishkekka, yana qayerlargadir. Yana bitta qiziq narsa bor. Ha, Qaysi narsa? yoqdi. Yo'qda ekan. Yana bir qiziq narsa bor. Hozir bitta dorixonani obzor qilamiz. Bizga qiziqmaydilarga. Mana Qirg'izistonda aptekalar. Assalomu alaykum. Biz настроить olyapmiz diklafenak. Bozor aylandik. Narsalar oldik, oziq-ovqat oldik. Ancha til kelishib qoldik. Kelishib olmadik aka. Hozir yeyish kerak, nima bo'ldi? Pirashka olamiz. Retro. Yoshimizda limonad. Kechiring, 100 so'mga kechiring. Pryanik, mana Pryanikmi? pryanikda. Вот, pryanik. Afsonaviy legendarniy. Böyle basamiz. Ko'ring. Xappada, hayotdan xappada. Charchadim yaxshi. Ha, bizni Mers tayyor turibdi. Endi sekin otlanib chiqib ketamiz. Narsalar tayyor, biz tayyor. Olg'a. Nima narsa olib Bitta Mers 3 kishi. Qanaqa qani? Ikki bilan 4 Kameram. Hop. Qirg'izistonda Mersda Kerbendan Sarichalakka qarab yo'lga chiqdik. O'zbekistonda bor. Aka. Nima? Anaga uyg'unlashib ketish yo'q-da. Mana shunday qilib ketsam, kallar cho'tki chiqargansizlar. Shunday ketavering o'sha checkdan turib olaylik. Ana zaman gap bo'lsa gapirib qo'yamiz. Bo'lmaganda Mana shu bola, mana shu bola. Mana u bola. Umuman uxlamayman deganida, ana Shet tog'asi. Yo'lma uxlab keldilar. Kubalarni endi to'g'rishlamiz, charchatib qo'yibdi hayot. Missiya complementation. Mana biz Kerbandan Sarichalakka qarab yo'lga tushdik. Inshaalloh. Qorin to'g'a. albatta. Akamda yuqi chotki bo'ldi. Muhammad Umar akasi. Eng ko'p qolgan o'zim menda. Formadamiz. Ikkalangiz ham sig'asizlar ekan. Bag'riga iPhone bor. iPhone bor ekan. Boshimizga bari keng. Mana mashina Lubozdan bor ekan. Kia, Lexus, Mitsubishi, Mazda, Honda, Jiguli, Nexus 2, Chevrolet, Merz, Audi, Lada, Toyota. Ha, o'rda, ondan biz yaxshi qiz bizga yordam qildi. Ishonsa qo'yam? Mani belgilamaysizlar-da. Mana. Qirg'izistonning gaisi. Qancha kunga keladi? 3 kunga xudo xolasa. Ha? 5 kun. Aylanamiz. Ha, 5 kun aylanamiz. 5 kun aylansa bo'laveradi o'zim aka. Aka bo'ldi, benim chiqadi. Shunda qadrlar berilmaydi.
ketaman. Eshaklar. Eshak zotdorlari bor ekan, shundan shut olishimiz kerak. Eshak mizimga beradimi? Bular göç ketyapti-da. Ha? Göç tog'dan ko'chib ketyapti. Ha, ko'chib ketyapti. İyi bolasi bor. O ana, qo'ychi boy. Ha, yo'li Texas tog'lariga o'tdi. Ha, Babik. Oğlanla gittim mi ben de traktör yoldan gidiyorum. Bozorni qanaqa? Bozor. Qanaqasiz bozor? Qaraqamish? Qarajig'ach. Jigash nima deydi? Qora yog'och. Yog'och. Qarajig'ach deydi, u unda jig'ach yo'q turgan taraf. Ha, bo'ldi. Qora yog'och bozorida. Mashinalarni İkilerinden. har xilidan. Badzaga. Ham bor, Toyota bor, Hyundai, Merz. Merz. O mani ham Merz aytmoqchi. Mashina narxlari nisbatan Ancha arzon. Edi, ha, hozir qimmatlar. Mersimizdagi oldik. Akamiz sekin qaytyapti, biz endi davom ettiramiz. Hop, endi davom etamiz. Endi boshlandi. Hop. Hiking tayoqcha yasaldi. Qanday chiqdi? Xullas archalarni shoxlari bor ekan, mana bu yoqda qurgan. O'shani sekin bittasini olib ustiga izolenta o'raldi. Narsalar chiqib ketishga tayyormiz. Hop, soatimiz 15:22. Hop, rosa kecha mana shu payt Samarqanddan sal keyinroq ekan yo'lga chiqqandik. Yo'q, oldinda endi boshlanyapti. Hop. Teginilmagan tabiat. Mevalar, olma,
olcha, yana nimadirlar. Va mana bu yerda ko'l chiqib qoldi bitta. Havo zo'r. Yuk og'ir. Yelka og'rib boshladi. Lekin endi yurishni boshladik. Yuraversak sekin moslashadi nasib bo'lsa. Mana bu yerdan zo'r ko'rinar ekan. Hop. Ketyapmiz. Hop. Taassurotlar zo'r. Ta'riflab bo'lmaydigan taassurotlar. Bu yerda kelib, yurib, nafas olib ko'rilmaguncha baribir bo'lmaydi. Hop. Yuklar og'irlik qiladi biroz. Ancha narsa bor sumkada. Tagida ham bor, qo'lda ham bor. Lekin tabiatning go'zalliklari bilan ovinib, og'irligi ham bilinmaydi. Dahshat. Hop. Dahshat. Qamishlar, tog'lar, bog'lar, katta yam-yashil archalar. Va men menimcha o'sha joyga yetib keldik. Bir, ikki, üç.